hadeb bir xil ovqat qovurasanmi, boshqacha ovqat ham qilsang-chi deydigan bo'lishsa, bu retseptni saqlab oling. Bir kun foydasi tegishi aniq. Xamir qorayotganimni ko'rib qo'rqmang. Bu retsept juda ham tez, oson va mazali chiqadi. Har doimgidek birinchi bo'lib piyozni to'g'rab, qovurib, kartoshka, sabzi va chesnok, pomidor va zelenlarni to'g'rab, yaxshilab chiroyli rang kelguncha qovurib olamiz. Xohlagan ziravorlaringizdan qo'shib yuborsangiz, undan ham mazali bo'ladi. Oxirida tomat solib, bir ro'y aylantirib, 2 stakan suv solamiz. Tegini pasaytiramiz va xamirni ichiga o'rashga nachinkasini tayyorlaymiz. Sabzavotlarni solib, yaxshilab cho'bir qilamiz. Qiymamiz yog'siz bo'lsa, ozgina yog' solamiz va ziravorlarimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz va xamirimizni olib, to'rga bo'lamiz. To'r burchak qilib yoyib olamiz. Qiymani ham to'r bo'lagiga bo'lamiz. Men qiymasini sal kamroq qilib qo'yibman. Retseptda ko'paytirib yozib qo'yaman. Xamirlarni shunaqa qilib kesib chiqib, qozonimizga dimlab olamiz. Bu taomni smetana bilan torsanglar ham mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha qilib ko'ringlar.